Hammaga assalomu alaykum. Feruzbek Pirmatov va bugun sizlar bilan yangi hakkerank masalani yechimini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu hakkerank masala nomi mana ko'rib turganingizdek divisible sum pairs. Bu nima? Divisibility bu bo'linuvchilik, ya'ni Python dasturlash tilida mana bunday hozir buni o'chirib tashladigan bo'lsam, Python dasturlash tilida quyidagicha nima bor? Operator bor, modulus operator. Ya'ni bu nima qiladi? Bu asosan bitta sonni ikkinchi songa bo'lganda qoldiqli bo'linadimi, yo'qmi, o'shani aniqlab beradi. Masalan, agar qoldiqli bo'linadigan bo'lsa 0, qoldiqsiz bo'linadigan bo'lsa 1 yoki qoldig'ini chiqarib beradi. Masalan, yozaylik print 2 by yozaylik 3 ni 4 ga bo'lganda 4 ga bo'lsa qoldiq necha chiqadi? Buni 2 ga bo'lsa 2 ga bo'lsa 1. O'zidan katta songa bo'lsa asosan o'sha sonni o'zi chiqadi. Masalan 6 ni endi bo'laylik 4 ga, qoldiq 2. Ya'ni bu modulus operator qoldig'ini chiqarib beradi. Bizani divisible sum pairda aytadiki, given an array of integers and a positive integer k, ya'ni bir tarafda integerlar berilgan listda, ya'ni bir qop son tasavvur qiladigan bo'lsa oddiyroq, va bir tarafda bitta unique number, ya'ni yana bitta output number. Bu son agar pairimiz, ya'ni pair ikkita son olinadi o'sha qop ichidan, ularni jamlanmasi k ga qoldiqsiz bo'linadigan bo'lsa, bu holatda o'sha sonni unique number deb atasa, unique pair deb atasa bo'ladi va nimamizga kiritsa bo'ladi. Mana bu nima deydi? Hozir biroz muammo bo'lyapti telefon bilan. Ana bo'ldi. Mana bu pair listimizga kiritsa bo'ladiki. Mana masalan birinchisini tahlil qilib ko'raylik. Masalan, bu yoqda array berilgan 1 2 3 4 5 6 va bu yoqda k. Bu k esa 5 va buning ichiga 1 4 pairi, 2 3 pairi, 4 va 6 pairlari kirgan. Bu yerdagi bor sonlar lekin juftlangan, ya'ni ikkitadan. Qoidasi nima edi? Agar bitta arrayimizga ikkinchi arrayni qo'shsak va uni k ga qoldiqsiz bo'linadigan bo'lsa, bu son unda biza pair listimizga qo'yishimiz kerak. Va yakunda nechta shunaqa unique pair borligini hisoblab berishimiz kerak ekan. Va bizada inputlar bor. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin pastda. Birinchi inputimiz nechta nima borligi, integer borligi. Ikkinchi, ya'ni qopimizda nechta son borligini aniqroq aytadigan bo'lsak. Va ikkinchi inputimiz bu k. Va uchinchi inputimiz esa 1. Uchinchi inputimiz esa bu array. Input.rstrip.split bilan berilgan multiple inputlar. Va biz mana shu funksiyani tugallashimiz kerak. Va bunda asosan bitta approachdan foydalanaman. Bu nested loop va buni bu yerga yozishdan oldin bu yoqda bir ishlab ko'raylik. Xatosiz ishlaydimi yo'qmi? Biz xuddi nimadagidek array beramiz. 1 2 3 4 5 6. Demek divisible
va n'imizni ham berishimiz kerak. Birinchini hisoblab ko'ramiz. Qanaqa? Masalan, bu yoqda 6 ta element bor. Buni yozamiz. K'imiz esa 3 ga teng. Buni osmondan olib yozganim yo'q. Tabiiyki, yo'q, bu 5 ga teng ekan. Adashma. 5. Hop. Ushbu nimamizda yakunlashimiz kerak. Demak, Python dasturlashtirilida loop bor, for loop. Buni oldingi yechimlarda ham bir necha bor qo'llaganman va bugun esa o'shani nested loopdan foydalanamiz. Nested loop degani bu nest, ya'ni o'zbek tiliga olib tarjima qiladigan bo'lsak, uya yoki uya deb tarjima qilinsa bo'ladi, balki shunaqa holat. Lekin loop ichidagi yana bitta loop yoki conditional if ichidagi yana bitta conditional bu nest deb ataladi va biz shu approachdan foydalanamiz. Va bunda biz birinchi navbatda for I in range I emas n. Nimaga? Sabab n gacha bo'lgan nimalarni oldik hozir. Sabab buning ichida 6 ta element bor va 6-chi element buni programma tilida sanaydigan bo'lsak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni 6 baribir tashlab ketiladi. Va biz bu yerga n deb yozdik, yakungacha, boshidan tutib yakungacha. Shunaqa qilib yozdik. Id valuesi shunaqa. Va buni biz nimaga? Hozir 0 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib beradi bu. Va bu yerda ham bu endi elementlarimizni har bittasini indeksi. Masalan, 0-element, 1-element, 2-element, 3-element, 4-element, 5-element. Biz shunday qilishimiz kerakki, i'imiz 0 ga teng bo'lganida j'imiz 2 ga teng bo'lishi kerak. Va buning uchun biz nima qilamiz? For j in range, tabiiyki i ga qo'shadigan bo'lsak, birda tabiiyki nimamiz o'zgaradi. Va buni ham n gacha bo'lgan miqdorda yozib olamiz. Va bu yerda endi nima qilamiz? Masala aytganida sonni mana shu strukturaga tashlab ko'rishimiz kerak. Agar i'imiz kichik bo'lsa kdan, tabiiyki kichik bo'ladi. Shuning uchun u mana bu qismini tashlab ketaversak bo'ladi bemalol. Va array'imizni solishtiramiz endi. If r indeksi tabiiyki I plus j rj. Rekord qilyaptimi? Ha, qilyapti. Birozga shubhaga boruvdim. Rekord qilmayaptimikin deb. Hozir bu yerda bitta loop, bitta holat bor. Bu yerda hozir qavs ishlatmasak, xuddi rj'ni nimasini topib, modulus operatorida u bilan qilib ri ga qo'shaverardi. O'shuning uchun qavs ichida qo'yib qo'yganimiz yaxshiroq. Sababi bu xuddi PEMDAS, ya'ni order of operations, bu yerda qo'shish va modulus operator kelgan paytda modulus birinchi bajariladi. Shuning uchun hozir qavsga qo'yib qo'yganimiz yaxshiroq. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak? Bitta narsa esdan chiqibdi, bu esa pairs. Buni yozaylik. Buni ichida. To'g'riroq bo'lishi uchun. Teng 0. Va biz nimani ham ko'rib ketishimiz uchun bu yerga i'da ham pairda ham ko'rib ketamiz. A. Agar qo'shilsa va bunga bu ham bo'linsa va bu 0 ga teng bo'lsa, ya'ni divisible, a.append bu kerak emas. Biz hozir ko'rib chiqishimiz uchun yozyapmiz.
R I va R J. Shunaqa holat. Va pairsga ham bitta pairs chiqadi bu holatda. Shuning uchun birda qo'shib ketamiz. Va buni javobi bizda hozir return qilganimizda return print qilaylik oddiy. Pairs print A. Mana bu 5 chiqishi kerak, mana bu esa A chiqishi kerak hozir. Nimani funksiyani ishga tushirganimizda. Divisible sum pairs. Va bu yerga olib kirib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda 3 chiqardi. Mana bu yoqda ham javobimiz 3 edi. Bunda nima qildi? 3 chiqardi, bu yerda 1 va 4, 2 va 3, 4 va 6. Masalan, 1 va 4 edi. 1 va 1 ga 4 qo'shsak 5, 5 esa tabiiyki mana bu keyimizga qoldiqsiz bo'linadi. 2 ga 3 yana 5 va bu ham keyimizga yana qoldiqsiz bo'linadi. 4 va 6. 10 tabiiyki 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Javob 2 chiqadi. Va bizani yechimimiz tayyor. Va buni endi shunday kopirovat qilib olsak bo'ldi. Ya'ni nusxalab bu yerga tashlasak bo'ldi. Va bizga bu qismi kerak emas. Va bizga kerak bo'ladigan qismi esa return pairs. Va bu ham bizga kerak emas albatta. Va shu holat. Buni run qilib ko'ramiz bitta. Birinchi testimizdan o'tdi. Ya'ni mana bu holatda bu ishladi. Endi bu holatlardan ham bir tekshirib ko'ramiz. Submit code. Va 20 ta testdan 19 ta test ekan. O'shandan muvaffaqiyatli tarzda o'tdi. Va biz yana bitta 10 pointni qo'lga kiritdik. Va bugun biz sizlar bilan divisible sum pair'ni birgalikda yechimini ko'rib chiqdik. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Feruzbek Turmatov bo'ldi.